Xudbin, shpaklovka, quruq qorishmalardan ishlaydigan korxonalar. Bobur aka, bu qoplading nima mahsulot o'zi? Qoplarimizda terlit degan tabiiy mineral. Buni kimlar olib ishlata oladi? Bizda hozir buni asosiy ishlatadiganlar bu Xudbin, shpaklovka, quruq qorishmalardan ishlaydigan korxonalar. Birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi joy kelganda yetkazib berishadi. Buni Xudbin mahsulotining ichiga qo'llab qo'shib foydalanilsa, nima foydasi borki qo'shilyapti? Ishlab chiqaruvchining o'ziga buni foydasi bu o'zidagi mahsulotlarni hajmini ko'paytirib beradi. Qanaqadir nisbatda bu issiq sovuqqa izolyatsiyaga ham masalani hal qilib beradi. Havo o'tkazuvchanligi plyus tomonlari bormi buni? Albatta, ular ham hisobga olinadi. Bu qoplarni baland qilib taxlayapsizlar. Qiyinchilik tug'dirmaydimi bu tepagacha olib chiqib, olib tushib? Yo'q, o'zi buni bundan ham baland taxlashadi. Biz tag'in ham pastroq qilganimiz. Misol uchun men Xudbinchiman. Sizga aloqaga chiqaman. Aka, menga mana shunaqa 10 tonna terlik mahsulotingizdan kerak edi uni. Necha kunda tayyorlab berasiz? 4 kun, 5 kun fulani katta kishiligiga qarab muddat kechiriladi. Iloji boricha tez qilib beriladi. Ishlab chiqarish har 2-3 kunda bitta fura chiqadi. Mana shu kutib ham qolmay, tez ishimni bitirib berasiz. Bitta qop hajmi hozir 5 kiloga to'g'ri keladi. Hajmi 100 litr, og'irligi 5 kilo. 1 kubometrda 50-70 kilogramm. Buni ham xillari, o'ziga qarab anaqilar bormi? Turlari bor. Foydasini ishlab chiqaramiz. Bu o'sha shpaklovka Xudbinchilar uchun. Qurilish sohasi. Qurilishga, asosan qurilish sohasiga. Buni agro dehqonchiligi bor. Uni hali yo'lga qo'ymadik. Nasibsa, bu ham bo'lib qoladi. Shu kecha kunduz Xudo xolisa chiqib turibdi. Qurilishga bor ekan, agroga bor ekan. Yana kimlar sizdan xarid qila oladi? Yana bitta joyi bor. Buni chang holatidagi filtr deyshadi. Filtri perlit. Unisidan ham bor. Ko'p chiqmasa ham, lekin u ham qatnashadi. Bu asosan massajir kombinatlar, har xil kimyoviy soha filtrga ega bo'lgan joylarda ishlatiladigan shunaqa filtr perlit mahsulotimiz bor. Manzil haqida ma'lumot berib o'tib keta olasizmi? Toshkent viloyatida ishlab chiqarishimizni birinchi qo'l o'zimiz shu yerda ishlab chiqaramiz. Kontaktlarimizni ham Xudo xolisa ko'rsatamiz. Instagramlardan ham aloqaga chiqishsa bo'ladi. Instagram, YouTube ko'p platformalarda qatnashamiz. Bemalol aloqaga chiqib ko'rsiz.